Hayotida bir marta ham menga gul olib kelmagan erim ko'chadan gul qirqib menga olib kelyapti, deyapti. Nimaga u shuncha paytdan buyon gul olib kelmagan? Chunki bu ayol hech qachon gul olib kelishiga ishonmagan. Chunki eri buni sevishiga umuman ishonmagan. O'shaning uchun ham na sovg'a salom olib keladi, na unga hurmat ko'rsatadi. Agar ayollar meni hayotimga zo'r bitta erkak kirib keladi desa, eng katta xatosi shu yerda bo'ladi. Hech qachon ayolni hayotiga bitta zo'r erkak kirib kelmaydi. Qanday erkak kirib kelishdan qat'iy nazar zo'r erkak qiladigan bu ayol bo'ladi. Ayolni o'sha erkakka bo'lgan fikri uni munosabatini shakllantiradi. Ular aytadiki, oq ot mingan shahzoda hozir hayotimga kirib keladi deydi. Tasavvur qiling, yer yuzida qancha ayollar borda? Million ayollar ichida bitta oq ot mingan shahzoda kelishi mumkin. Kimga keladi? O'sha oq ot mingan shahzodaga qilinadigan munosabatni bilgan ayolga keladi yoki qizga keladi.